turgan bu universitet Yevropa yoki Amerikadagi universitet emas. Bu Koreyadagi eng mashhur universitetlardan bittasi. BTS guruhining 6 ta a'zosi hamda Koreyaning sobiq prezidenti bitirgan o'qish Kyunhee universiteti. Kyunhee universiteti. Bu universitetda Koreyaning sobiq prezidenti Moon Jae-in bitirgan huquqshunoslik yo'nalishi bo'yicha. Bu universitetda Koreyada eng mashhur K-pop guruhlaridan BTS, G-Dragon, EXO guruhining a'zolari Broadcasting Entertainment yo'nalishini bitirishgan. Universitet kuchlilik bo'yicha dunyodagi top 500 talik hamda Koreyada top 5 talik universitetlar ro'yxatiga kiradi. Universitetning eng kuchli yo'nalishlaridan biri bu hotel menejment yo'nalishi. Dunyodagi top 50 talik universitetlar ro'yxatiga kiradi. Bu universitetga kirish talablari minimum IELTS 6, TOEIC 3 talab qilinadi. Universitet ham chiroyli, ham reytingi baland bo'lganiga yarasha kontrakti ham qimmat, o'qish kunlari ham ko'p universitetlardan biri hisoblanadi. Bu universitetga oldindan tayyorlanib, maqsadda oliy qo'yib hamda o'qish paytida kelajakka investitsiya sifatida ko'radigan o'qishlardan biri. Xullas, bu videoda mana shunaqa dunyodagi eng kuchli chiroyli universitetlarda o'qiyman degan tanishlarga yuborib qo'yinglar hamda kommentda kelasi video qaysi universitet haqida bo'lishini yozib qoldiringlar.